Mo'tabar mo'mina ayollar kitobidan. Hazrati Hafsa radhiyallohu anhu, mo'minlar onasi. Hazrati Hafsa radhiyallohu anhu bilimli, yuksak axloqli, irodasi mustahkam, sadoqatli bir sayyida ayol edi. U hijratning 3-yili Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning oilalariga qo'shilib, mo'minlarning onasi bo'lish sharafiga erishdi. Hafsa radhiyallohu anhu payg'ambarlik kelishidan 5 yil oldin Makkada tug'ildi. Otasi islom tarixida adolati bilan tanilgan ikkinchi xalifa Hazrati Umar radhiyallohu anhudir. Onasi Zaynab Usmon ibn Maz'unning singlisi edi. Hafsa otasi bilan birga Makkada musulmon bo'ldi. Ashobdan Hunays ibn Huzofa radhiyallohu anhu bilan oila qurdi. İlk musulmonlar safidan joy olgan bu baxtiyor oila Habashistonga, keyinroq Madinaga hijrat qildi. Hunays radhiyallohu anhu Abdulloh ibn Huzofaning qardoshidir. Badr va Uhud janglarida ishtirok etgan. Har ikki jihodda ham mardonavor jang qildi. Uhudda qattiq yaralandi. Madinaga qaytgach, shahodat sharbatini ichdi. Hazrati Hafsa juda yosh tul qoldi. Hazrati Umar radhiyallohu anhu qizining beva qolishini xohlamas edi. Bir ota o'laroq qizini solih bir kishiga uzatishni orzu qilardi. U bu masalani juda ko'p o'yladi va Hazrati Hafsaning iddasi tugagach, Hazrati Usmon radhiyallohu anhu nikohlash maqsadida uning oldiga bordi. Hazrati Usmon radhiyallohu anhu ham bu paytda yolg'iz qolgan edi. Zavjasi Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning qizi Ruqayya vafot etgan edi. Abdulloh ibn Umar otasi va Hazrati Usmonning uchrashuvini otasidan shunday naql etadi. Usmon ibn Affonning oldiga bordim. Juda g'amgin kayfiyatda ekan. Ko'nglini ko'tarib tasalli berish uchun unga Hafsadan so'z ochdim. Xohlasang, Hafsani senga nikohlab beray dedim. Usmon darhol javob bermadi. Bu haqda o'ylab ko'rish uchun muhlat so'radi. Oradan bir necha kun o'tgandan so'ng u bilan yana uchrashdim. Usmon hozircha uylanmasligini aytib uzr so'radi. Hazrati Umar Abu Bakr radhiyallohu anhuga ham shunday taklif qilmoqchi bo'ldi. Hazrati Umar: "Ey Abu Bakr, agar istasang, senga qizim Hafsani nikohlab beray", dedi. Hazrati Abu Bakr radhiyallohu anhu indamadi. Hatto bir og'iz so'z ham aytmadi. Bu holatdan Hazrati Umar radhiyallohu anhu ranjidi. Hazrati Umar ikki samimiy do'stidan tayinli javob ololmagach, yuragi siqilgancha Rasululloh sallallohu alayhi vasallam huzurlariga kirib shunday dedi: "Ya Rasululloh, men Usmonga hayronman. Hafsani unga nikohlamoqchi bo'ldim. U esa rozi bo'lmadi." Abu Bakr ham shunday. Ikki jahon quyoshi Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam tabassum qilib: "Ya Umar, Hafsa Usmondan, Usmon ham Hafsadan xayrliroq bo'lgan birisi bilan oila quradi", dedilar. Hazrati Umar butunlay o'y xayol ichida qoldi. Usmondan ham xayrli kuyov kim bo'lishi mumkin? Shu tariqa bir necha kunni o'tkazdi. Bir kuni Payg'ambarimiz alayhissalom Hafsani o'zlariga so'rab, Hazrati Umarga: "Sen qizing Hafsani menga nikohla. Men esa qizim Ummu Kulsumni Usmonga nikohlayman", dedilar. Bu xabardan Hazrati Umarning boshi osmonga yetdi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bu xabar bilan Hafsani o'zlariga nikohlash Allohning amri ekanini bildirmoqchi bo'ldilar. Qisqa fursat ichida to'y taraddudlari tugallandi. Hijratning 3-yili Sha'bon oyida Hazrati Hafsa Rasuli akram sallallohu alayhi vasallamga nikohlanib, mo'minlarning onasi bo'lish baxtiga erishdi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bu go'zal tashabbuslari bilan 3 ulug' sahobalari o'rtasidagi do'stlik, birodarlikni, qarindoshlikni yanada mustahkamladilar. Hazrati Oyshani nikohiga olib, Hazrati Abu Bakrning,
Hafsani nikohiga olib esa Hazrati Umarning ko'nglini ko'tardilar. Har ikkisining ham qizlarini mo'minlarning onalari bo'lish baxtiga erishtirdilar. Hazrati Abu Bakr Hazrati Umar radhiyallohu anhu bildirgan taklifga aniq javob bermagani uchun ichidan ezilib yurgan edi. Chunki u bu sirni bilar edi. Ya'ni Hazrati Hafsa bilan Rasuli akramning turmush qurishlari Hazrati Abu Bakrga ma'lum edi. Bu haqda gapirish omonatga xiyonat bo'lardi. Shu sababli sukut saqladi. Nikoh o'qilgach, Hazrati Abu Bakr Hazrati Umarning oldiga kelib uzr so'radi va shunday savol bilan murojaat qildi. Hafsaga uylanishimni so'raganingda javob bermaganim uchun mendan ranjigan bo'lsang kerak. Ha, dedi Hazrati Umar. Shunda Abu Bakr radhiyallohu anhu bo'lib o'tgan voqeani gapirib berdi. Menga bu masala bo'yicha gap ochganingda senga javob bermaganimning sababi shuki, Rasululloh Hafsaga uylanishlarini menga aytgan edilar. Albatta, bu sirni senga oshkor qila olmadim. Payg'ambarimiz alayhissalom Hafsaga uylanishdan voz kechsalar, shubhasiz unga uylanardim, deya Hazrati Umarga tasalli berdi. Qanday nazokat, qanday yaxshi adab, qanday sadoqat. Mana haqiqiy islom odobi. Omonat bir sir, sukut bir xazinadir. Omonatga rioya va sukutni ixtiyor etish insonga amniyat va bezakdir. Hazrati Hafsa radhiyallohu anhu Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning xonadonlariga Savda va Oysha onalarimizdan keyin kelin bo'lib keldi. Saodat uyiga kelganida u 20 yoshlarda edi. Savda onamiz Oysha kabi uni ham buyuk bir ko'ngil, xotirjamligi ichida qarshi oldi. Har ikkisiga ham xizmat qildi. Hafsa yosh bo'lishiga qaramay, oqila, otasi kabi bir so'zli, irodasi mustahkam edi. Xonai saodatda bu ikki yosh onalarimiz Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamga xizmat qilishda go'yo musobaqalashayotgandek g'ayrat qilar edilar. Juda yuksak darajada sevgi, hurmat ko'rsatar edilar. Rasululloh bu ikki yosh zavjalari ikki aziz birodarlarining qizi bo'lgani bois ham imkon boricha sabr toqat bilan munosabatda bo'lar. Ayollik zaifatlarini, yoshliklarini hisobga olib, yanada marhamatli, yanada shafqatli muomala qilar edilar. Lekin barchalari ahli bashar emasmi? Og'ir kunlar ham bo'lib turardi. Bir kuni Rasuli akram sallallohu alayhi vasallam Zaynab binti Jahshning xonasida asal sharbati ichdilar va biroz ushlanib qoldilar. Bu holat ikki yosh zavjalarning diqqatini tortdi va ikkovlari kelishgan holda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam yollariga borganlarida ul zoti muborakdan sarimsoq hidi kelayotganini aytishdi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam sarimsoq yemaganini, asal sharbati ichganlarini aytdilar va demak asalari sarimsoq yalagan ekan deb shundan so'ng aslo asal sharbati ichmaslikka qasam ichdilar. Bu voqea sabab bo'lib Alloh taolo Tahrim surasining ushbu oyatlarini nozil qildi. Ey payg'ambar, nega siz juftlaringizning roziligini istab, Alloh siz uchun halol qilgan narsani harom qilib olursiz? Alloh mag'firatli, mehribondir. Tahrim surasi 1-oyat. Faxri koinot payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam zavjalaridan ayrilib xilvatga yuz burdilar. Bu tadbir bilan yosh zavjalarni tarbiyalamoqchi bo'ldilar. Biroq ashob orasida Rasululloh sallallohu alayhi vasallam zavjalari bilan ajrashibdilar degan so'z tarqaldi. Hazrati Umar bu xabarni eshitgach, qizi Hafsadan biror xato o'tdimikin deb darhol hujrai saodatga yo'l oldi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan ichkari kirishga izn olgach, ko'ngilga taskin beruvchi shu so'zlarni aytdi. Yo Rasululloh,
Zavjalaringiz sababli qanchalik qayg'u chekyapsiz? Shoyat ular bilan ajrashsangiz. Alloh ham, farishtalari ham siz bilan birgadir. Men ham, Abu Bakr ham, mo'minlar ham siz bilan birga. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam tabassum qildilar. Guldek yuzlaridan nur sochildi. Zavjalarim bilan ajrashganim yo'q. Faqat xilvatga kirdim, deya Hazrati Umarning qalbiga orom beruvchi va mo'minlarni sevintiruvchi so'zlarni aytdilar. Hazrati Umar masjidga keldi va musulmonlarga vaziyatni tushuntirib berdi. Hazrati Hafsa tabiatdan biroz qattiqqo'l edi. Hazrati Oysha uni bunday tavsif etadi. Hafsa tom ma'noda otasining qizidir. Mustahkam irodasi bor, bir so'zli va qat'iyatlidir. Bir kuni Rasuli Akram Hafsa onamiz oldida Hudaybiyada bay'at etgan ashobni eslab, inshaalloh Hudaybiyada bay'at etgan ashobim jahannamga kirmaydi deb marhamat qildilar. Hafsa radhiyallohu anha esa, sizlardan har biringiz unga jahannamga tushguvchidirsiz. Bu Parvardigoringiz amriga binoan vojib bo'lgan hukmdir. Maryam surasi 71-oyatni o'qidi. Payg'ambarimiz ham unga so'ng taqvodor bo'lgan zotlarni undan qutqarurmiz va zolim kimsalarni tiz cho'kkan hollarida jahannamda qoldirurmiz. Maryam surasi 72-oyatini o'qib javob berdilar. Hazrati Hafsa onamiz ibodatda mustahkam edi. Ko'p namoz o'qir va nafl ro'za tutardi. Uning hayoti ham boshqa onalarimiz kabi faqirlikda o'tdi. Yotoq o'laroq foydalanadigan birgina sholchasi bor edi. Yoz kunlari uni tagiga to'shar, qishda esa bir tarafini ostiga to'shab, bir tarafini ustiga yopardi. Ko'pincha yeyishga non topolmas edi. Shunday bo'lsa ham sira shikoyat qilmas. Doimo shukr qilib yashardi. U Rasuli Akramga sadoqat va muhabbat bilan bog'langan edi. O'ziga hadya qilingan narsalarni yeb ichmay, Rasulullohni ikrom qilardi. U zotni doimo o'z nafsidan yuksak va afzal bilardi. Bir kuni Hazrati Hafsaga bir tulim asal tortiq qilishdi. Rasuli Akram uning xonasiga kirganlarida Hafsa o'sha asaldan ikrom etardi. Hazrati Hafsa Faxri koinot sallallohu alayhi vasallamning Dorul Baqoga rihlat qilganlaridan so'ng muhim xizmatlarni ado etdi. Hazrati Abu Bakr davrida Qur'oni Karim oyatlari bir yerga to'planib, mushaf holiga keltirilgan edi. Bu yagona nusxa Hazrati Abu Bakrda turardi. Vafotidan so'ng Hazrati Umarning nazoratiga berildi. Hazrati Umar ham yaralanib shahid bo'lgach, qizi Hazrati Hafsa onamizga topshirildi. Hazrati Hafsa uni sadoqat bilan muhofaza qildi. Hazrati Usmon davrida bu nusxa ko'paytirildi. Hazrati Hafsa onamiz 60 ga yaqin hadis rivoyat qilgan. Hijratning 45-yili Hazrati Muaviyaning xalifaligi davrida 60 yoshida vafot etdi. Janoza namozini Madina valiysi Marvon ibn Hakam o'qidi. Baqiy qabristoniga mo'minlar onalari oldiga abadiy istirohatgohiga qo'yildi. Alloh taolo Hazrati Hafsa onamizni rahmatiga olgan bo'lsin. Amin.